Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2022 yılı 7 ayının 17 günü yakshanba. Bugun men iqtisodiy chekinish va iqtisodiy bo'hron haqida qisqacha to'xtalmoqchi. Ya'ni navbatda dunyoning iqtisodida bir xil cho'kish bor. Bu cho'kishning sabablari to'g'risida qayta so'zlab keldik. Umuman cho'ng nuqtadan eltgan vaqtda, makroluk nuqtalardan eltgan vaqtda sabablar texi o'zgarish bo'lg'ini yo'q. Ya'ni yaxshilanish bo'lg'ini yo'q. Ya'ni bo'g'timliq iqtisodiy dunyoviy iqtisodiy chekinishga asosliq sababchisi yer shariy xarakterlik sog'lomlik krizi, ya'ni COVID-19 degan bu vaboninki paydo bo'lishi, tarqalishi va buning nechqil variantining chiqishi. Mana buning natijasida xabarlarda bo'lganidek iqtisodiy faoliyatlarninki to'xtashi, chekinishi, ostilishi va har xil moddiy ashyolarning, tovarlarning, odamning va mablag'ning u yerdan bu yerga yo'tkilishininki to'xtashi, uzilishi yoki chekinishi. Undan sirt yana Yevropada yuz bergan urush, bu yilning oxirida, 2-oyning oxirida yuz bergan urush, ya'ni Ukrainaga Rossiyaning tajovuz qilishi bilan g'arb davlatlari, ya'ni Amerikani boshqargan NATO ellarininki Rossiyaninki iqtisodiga nisbatan embargo yurgizishi natijasida ham shuning bilan birlikda yana ta'minlash zanjiridagi bu kasallarning sababidan paydo bo'lgan ta'minlash zanjiridagi uzukchilik va navbat ko'rilayotgan pul paxalligi. Mana shu 4 cho'ng omil asosiy jihatda o'zgargani yo'q. Yaqindan buyangi ahvollarga qaraydigan bo'lsak, bu ahvolda texcha yaxshilanish yo'q, ammo ayrim ahvollarda, masalan, shifrlik pul bozorida kichikgina yuksalanish bo'lgani bilan, ya'ni qarasam, o'sha 2 haftaning ichida shifrlik pul bozoriga 100 milliard dollardan ortiq mablag' ketilibdi. Bu nima ish desa, balkim mablag' sog'uvchilar kishilarga maslahat bergan vaqtlarda shu tuvan nuqta bir narsa tushgan vaqtda ol deydigan ish emasmi? Ya'ni pay chekidagi mablag'chilikdagi eng usul, unumli usul bir narsalarninki pul muomala tovarlarining bahasi tuvan nuqtaga tushgan vaqtda ep qo'yib, ochgan vaqtda sotib, tuvan olib, yuqori sotganda foyda oladigan ahvollar bor emasmi? Balkim ba'zi bir qism kishilar hozir shifrlik pul va pul muomala bozorida ba'zi tovarlarninki, pul muomala aksiyalarninki va shifrlik pullarninki bahasini setib oladigan bozor deb qarayotganlarning bo'lishi mumkin. Ammo bu umumyuzlik ahvolning yaxshilanishiga ta'sir ko'rsatmadi. Shifrlik pulning bozori bulutining boshida qizgan vaqtda 4 trillionga yetib qolgan. O'tganda 800 milliardga tushib qolgan, hozir qarasam 1 milliardga yetib qopti. Demak, azroq siljish bor degan gap. Xo'sh. Endi o'tgan qitimliq lisiyaning asli biz bir qarinishimiz economic recession degan gapni iqtisodiy bo'hron deb atsak bo'lamdi deb savol qo'yibdi ekan. Iqtisodda economic recession, economic depression degan ikki atalg'i bor. Depression degan gapni psixikada biz ro'yi kasallik deb qo'yamiz, ya'ni tushkunlik kasalligi deb ataymiz. Bir odamda depression bo'lib qolsa, depression bo'lib ketsa, bu odam o'zining hayotga bo'lgan qiziqligini yo'qotib qo'ydi yoki ruhiy jihatdan har xil alomatlar bo'ladi. Gap so'zlari kishilar bilan bo'lgan munosabatida har xil odam o'ylamagan, ya'ni normal odam qilmaydigan qiliqlarni, shakllarni qilib qo'ydi degan gap. Shunga o'xshash bu iqtisodiy bo'hronmi yuz bergan vaqtda qanday bo'ladi desa, bu iqtisodiy bo'hron yuz bergan vaqtda iqtisod umumyuzlik tushib ketib qolmasdan ishlab chiqarish to'xtaydi, silikidi, andan keyin mal bahosimi tuvallab ketadi. Ya'ni odatda mal bahosi tuvallab ketgan vaqtda, tovarlarning bahosi tuvallagan vaqtda uni kishilar ilish kerak, lekin olmaydi. Aksicha nima bo'ladi desa, bir qism odamlar shu iqtisodiy bo'hron yuz bergan vaqtda omonat pul yig'ishga tirishadi. Zavodlar taqilib ketadi, odamlar ishsiz qoladi, og'ir darajadagi ishsizlik. Anadan keyin buning vaqti uzun bo'ladi, necha yil bo'ldi, 2-3 yil bo'ldi. 1854-yil buyon Amerikaninki iqtisodida 33 qisim iqtisodning chekinishi yuz bergan, ammo bir qitimli iqtisodiy bo'hron yuz bergan. 1929-yildan 1933-yilgacha bo'lgan ahvol ostida cho'ng iqtisodiy bo'hron yuz bergan. Ammo hozirgi ahvolda biz kelayotgan biz duch kelayotgan iqtisodni iqtisodiy bo'hronga yaqinlashtirmaymiz. Amerikaning iqtisodida masalan 2000-yilning 5-ida high-tech shirkatlar, yuqori texniklik shirkatlar gulinib, naytsiz vaqtning ichida vayron bo'lib keldi. Bu endi bastib, ya'ni ko'p zo'rayib oxirida tarab ketdi. Nurg'un shirkatlar vayron bo'lib ketdi. 2000-yilda, 2011-yilda shu paycheki yuqori texnik shirkatlarning paylarini setib olgan nurg'un odam ziyon tortdi. Andan keyingi yaqingi ahvol 2008-yilda yuz bergan iqtisodiy krizis. Iqtisodiy chekinish, iqtisodiy krizis demayman, iqtisodning chekinishi.
pul muomala kredisi deymiz uni, to'g'risini bilib aytgan vaqtda. Chunki subprime mortgage, ya'ni uy setilish iqtidori bo'lmagan kishilarga haddan ziyoda banklar ochko'zlik qilib pul qarz berib qo'yib, anadan keyin azroq iqtisod chekingan vaqtda o odamlar o'zlariniki bankdan qarz olgan odamlar xizmatni yo'qotib qo'yganlikdan, uning turali kirim bo'lmagandan keyin uyning har oy bankka to'laydigan qarzini to'layolmaganlikdan uy mulk bahsi tushib ketib, bir qism banklar shu chog'da, masalan, Lehman Brothersga o'xshash 100 necha yillik tarixi bor banklar vayron bo'lib ketgan bir ahvol bo'lgan, ya'ni 2008-9 mezgillarda. Shuningdan keyingi iqtisodning chekinishi bir 1,5 yildek davom qilgan. Andan keyin asosda bular kengaytma pul siyosati, miqdorli osonlashtirish siyosatini yo'lga qo'yish orqali iqtisod Amerikaning iqtisodi yaxshi bo'lishga qarab mang'an. Hozirga qadar Amerikaning iqtisodi yaxshi ketayotgan vabo chiqiblam va iqtisodga nisbatan bir xil iqtisodiy faoliyatlarga nisbatan umumyuzlik bir zarba berdi. Bu Amerikaning iqtisodiga butun dunyoning iqtisodiga nisbatan hatto dunyoda iqtisodning umumiy miqdori, umumiy ko'lami jihatdan ikkinchi o'ringa o'tgan Xitoyning iqtisodi bilan zo'r chekinish berdi. Ular ikkinchi fasllik, bu yil ikkinchi fasllik iqtisodning iqtisodiy ahvolini ma'lum dokladni e'lon qildi. Ya'ni aran 0,14% oshdi bizning iqtisodimiz ikkinchi faslda debdi. Bu oshmaganga barobar. Bunday aytgan vaqtda Amerikaning ikkinchi fasllik, ya'ni 3-oy bilan 6-oyda bo'lgan iqtisodiy faoliyatlarning umumiy ahvolining qanchalik bo'lganligini, oshdimi, tushdimi, oshsa qanchalik, tushsa qanchalik deganini biz 7-oyning 28-kundagi dastlabki dokladdan yoki mo'lchardan bilamiz. Chiqmadi, ya'ni 10 kunlardan keyin chiqadi. Ba'zi iqtisodshunoslar Amerikaning iqtisodida ikkinchi faslda 1,9% oshdi deb oldin qiyos qilayotganlar bor. Har xil sonliq ma'lumotlar, uchurlarga asosan da'vatqanlar va ba'zilar chekindi da'vatqanlar va iqtisod ilmidagi, ya'ni darslik kitoblarning aniqlamasi bo'yicha qaragan vaqtda odatda iqtisod ikki fasl keyin chekinsa, masalan, birinchi faslda chekindi, 1,10% chekindi. Endi ikkinchi faslda mana shunday chekinsa, u chaqda biz Amerikaning iqtisodiy recessionga qadam qo'ydi deb olsak bo'ladi. Ammo bu iqtisodiy bo'hrondan, depressiondan yiroq. Amerikaning iqtisodini ba'zilar recessionga qarab ketyapti deb qarayotganlar va ya'ni paycheki bozoridagi pul muomala bozoridagi chap-chap bozordan kasad bozoriga o'tishi, ya'ni bu yil birinchi oydagi pul muomala bozoridagi umumiy ahvol 20% pul, o'tir hisoblan 20% pul yo'qolib ketamiz. Bu shunga qarab kishilar mana bu Amerikaning iqtisodi chekinyapti, cho'ng bir iqtisodiy chekinish yuz beradigan o'xshaydi, krizis yuz beradigan o'xshaydi deb o'ylayotgan ahvollar bor. Iqtisodshunoslarmi o'xshash masalaga o'xshagan bir bahona berayotgan ahvollar bor. Ya'ni ma'lum bir shakl, masalan, to'g'rining tuxumini akilib, men odamlardan so'rasam, buning shakli nima desam, ba'zilar qo'pab uning 0 nomerga o'xshaydi ekan deydi, ba'zilar shar ekan deydi, yo to'g'laq ekan deydi, yana bir so'qchoq ekan deydi. Shunga o'xshash bir narsaga nisbatan kishilarning masalani kuzatish nuqtasi o'xshamaganligi uchun bular iqtisodshunoslarning ichida Amerikada iqtisod allaqachon iqtisodiy chekinish yuz berdi deb qarayotganlar va yuz berishning ehtimolligi 40% bilan 50% deb qarayotganlar va iqtisodiy chekinish yuz bermaydi, biz yaxshi Amerika iqtisodini yaxshi kontrol qila oladi hukumat deb qarayotganlar va masalan 6-oyda Markaziy bankka Federal Funds Rate deb qo'yamiz, ya'ni asosli o'simni 0,75% o'stirdi, ya'ni 1%ning 4dan 3. Endi 7-oyda yana shunchalik o'stirdi, 1% o'stirdi deyotgan ahvol bor. Bu iqtisodiy bu o'simlarningki o'simda o'stirgan bilan uning iqtisodga ta'sir ko'rsatishi odatda biroz vaqt ketadi, ammo bu qitimliq o'simning o'stirishiningki iqtisodga boshqa omonat qarz ishlarga ko'rsatgan ta'sirini aytib tezlik bilan bo'lgan gap. Hozir uy mulk setilish uchun olgan qarzningki nisbati 6% ga yaqinlab qoldi degan gap. Xo'sh, mana shu xil ahvollarga qarab turib, Amerikaning iqtisodida hozir chekinishni boshdan kechiratamdi deganga nisbatan ba'zilar ha deydi, ba'zilar yo'q deydi. Nemishqa ha deydi desam, mana ko'mamizda milliy daromad tushib ketdi emasmi? Milliy daromad birinchi faslda tushib ketdi, ikkinchi faslda tushib ketgan bo'lishi mumkin deydi. Endi ba'zilar nima deydi? Yo'q. Yana boshqa bir ko'rsatkich va qara, ishsizlik nisbatiga qara. 6-oyda Amerikada xizmat topgan odamning soni 375 ming. Iqtisodshunoslar 250 ming odam xizmat topdi bu oyda desa, o'ylamgan yerdan 375 ming odam xizmat topdi. Ishsizlik nisbati 3,16%, bu tabiiy ishsizlik nisbatiga eng yaqin.
Mana mushundaq ahvol ostida bu ishsizlik iqtisod chekindi deyish aqlga muvofiq emas deydi. Menmi mushu xil qarashda, ya'ni Amerikaning iqtisodi milliy daromadninki ish sur'atida ostilash bo'g'ini bilan, ammo Amerikaning iqtisodi haqiqatan chekinish mezgilida emas. Xuddi bu tishi og'riq odam, tishi og'riyotgan odam lamponing lazerlari bo'ldi, ochiq-chuqlar bo'ldi. Bir tarafdan tishim og'ridi deydi, bir tarafdan lamponi yavagan o'xshash. Amerikada kishilar, aholilar maybasi o'sib ketdi deydi, bir narsalarning qiymati oshib ketdi deydi, pul paxalligi o'g'ilotdi deydi. Bir tarafdan qaqshaydi, bir tarafdan pulni hajlayverdi. Ya'ni kishilar davomli pul hajlayotdi degan gap. Bir tarafdan emgak bozorida xizmatchilarningki xizmat izlaymiz, ish qurilish nisbatan yaxshi. Umuman aytgan vaqtda jismoniy emgak bilan masalan Dunkin' Donutda bu yerda xizmatga izlaymiz degan odamlarga ishlar shundoq yaxshi. Ya'ni men mahallaga chiqib qarasam ham doim adam izlayotgan. Manchi bu soatiga $17 nechidan beramiz, adam izlaymiz deyotgan, shundoq belgilarni ko'rma. Bularga ko'maydigan gap. Demak, adam yetishmayotgan ahvol. Va endi yana bir qismda shu hozir ishlayotgan emgakchilar, emgak bozoridagi shu hozir ishlayotgan odamlarning rayını sınısa, 3'ten 1, yani aşağı adamların 30%'nin köprək edeyim degan gap. Xizmatini to'xtatib, boshqa xizmat izlaymaydi degan ki. Demak, bular xizmat bozorida o'zininki qudratiga loyiq, qobiliyatiga yarasha, ta'minot texnik yaxshi o'rinlarni izlayman deganini qaragan vaqtda, ular hozir xizmatidan toza xotirjam, xizmatida nisbatan aytgan vaqtda qanoat topmagan gap. Ya'ni bu emgak bozorining yaxshiligini ifodalaydi. Iqtisodiy chekinish yuz bergan vaqtda milliy daromad işi bo'lmay chekinish bo'ladi, ta'tilga mangadi. Onun sırt yana ishsizlik nisbati oshadigan bir ahvol bor. Iqtisodiy bo'hron yuz bergan vaqtda butun nachar narsalarning hammasi, ya'ni amonat pulning ishi, kishilar amonat pul qo'yishga tirishgan hisob olmagan vaqtda boshqa barliq iqtisodiy faoliyatlar keyinga mangadigan gap. Hatto bahası, mal bahası tushib ketgan gap. Mal bahası tushib ketgan taqdirda uni oldigan odam yo'q degan gap. Ammo hozirgi ahvolchi desa, hozirgi ahvol undaq emas. Malning bahası aşqini bilan, ya'ni bu mal bahasının o'sishiga, mesela CPI deymiz, Consumer Price Index degan, ya'ni iste'molchilar baho ko'rsatkichi. Bu ko'rsatkichninki hisoblanib chiqishida uy mulkning bahası 40% egallaydi-ku. Bu uyning bahasi o'sib ketdi. Aniki mayning, yemek-ichmakning buning bahasi umumyuzlik tovarlar umumyuzlik o'sib ketdi deb, energiya bahasi bular o'sib ketdi degan gap. Mana shu bir tarafdan qaraydigan bo'lsak, mal bahasi eshib ketgani bilan mal bahasi eshib ketdi, 40 yildan buyon pul paxaligi yuqori nuqtaga chiqdi degan bilan haqlar yana bir narsa ilib qolgan gap. Ya'ni haqlar yana sayohat qilayotgan gap, pul hajlayotgan gap, uyda turib Amazondan bir narsalarni ilib qolgan gap. Ana ustiga bir tarafdan kishilarning kayfiyatida biz iqtisodiy krizisga nisbatan iqtisodiy krizisga qadam qo'ydik deb qaraydigan ahvol bor. Ya'ni bir tarafdan qarasam, muayyan xotirjamlik bor. Ya'ni men xizmatni yo'qotib qo'ysam, yana bir xizmatim bor deydigan. Ya'ni uy bahosiningki ish sur'ati ostildi degan gap. Bu deganlik uyning bahosiga tushdi deganlik emas. Shuni ba'zi qarindoshlardan qo'pib, uy olsak bo'ladimi deydigan bir ahvol shunaqa so'raganlar bo'ldi. Meningcha bo'lsa uy degan muqim mulk, ya'ni asset, mulk hisoblanadi bu. İcaraga to'lab o'tgandan azroq imkoniyat bo'lsa, ep qo'ygan yaxshi. Garchi mortgagening o'yilish uchun ilib olgan qarzning nisbati yuqoriroq bo'lsa-mu, Markaziy bankka pul paxalligini kontrol qilish uchun, tormozlash uchun yana bir o'stirdigan ish bo'lsa, mortgage texnik o'sir bundan keyin. Ananiki bu nimaga ta'sir qildi desa, qarz olib uy setib olganlarningki qizg'inlikni suv sepidi, natijada ba'zi uylar, odamlar uy solganlar uning uyining bahosini tuvalishga to'g'ri keldi. Ananinkin bir narsalarninki ma'lumotli o'sim nisbini o'stirishning o'zi dal quantitative easing, son miqdorlik osonlashtirishning aksicha, ya'ni kengayma pulsiyasining aksicha yig'ish bo'ladi. Ya'ni bir kuchukni bunda erkin qo'yib bersak, u bak o'ynab berib, birisining to'qisini, cho'jisini tishlab qo'ygandek, birisini tishlab qo'ygandek bir ishli bo'ladi. Hamda uning tanisini bundaq bir yig'sak, uning harakati oldimizdan bo'ladi, bizga o'ynab berdi. Shunga o'xshash, Markaziy bankimi kengayma pulsiyasini qo'ygan vaqtda qarz elish, qarz sommasi nisbat jihati kenglikni imkoni kengri bo'lib ketganlikdan
bu pul obrutdagi pulning miqdori ko'payib ketgan gap. Endi cho desa bularning qilmoqchiligi o'sin nisbini o'sadi degan gap, dal shu kenglikni qisish. Bir narsani taraytgan vaqtda shu oldimizda o'ynab yurgan bash og'riqi tepmaydigan, ammo ko'nglimizni xush qilgan bir kuchga o'xshaydi desak bo'ladi. Demak, bu shunday bo'lgan vaqtda endi bu obrutdagi pulning miqdori ozroq azaygandan keyin pul pahalılık azraq tizgilandı. Şuna bilan birlikte nim bo'ldi degan vaqtda, shuna bilan birlikte dollarning setilish kuchi biroz oshdi. Anadan keyin shirkatlar, masalan, zavodlar, shirkatlarga mal zakaz qiladigan ishlar bor emasmi? Mal zakaz qiladigan ishlar bir narsa qimmat bo'lgandan keyin ba'zan kredit, ya'ni innovativ kartochka bilan mal setib oladigan ish bor. Ularning zakaz qilgan mallarning soni tuvallashga boshlagandan keyin şirketler, zavodlar adamlarni qisqartishga boshlaydi. Nimishqa o'g'lingiz mal zakaz kelmasa, adamlarni maosh berib ishlik nimish qilish? Adam qisqartiriladi. Adam qisqartirilib turdi. Bu adam qisqartish bir standartlik bir gap va eng yomon qo'rqinish o'zidan qo'rqish deydigan. Bu qo'rqinish ichiga tushib ketgandan keyin bu boshqalarga ta'sir ko'rsatib, boshqa sohalarda adam qisqartishga boshlagan vaqtda ma'qul ahvol. Yani ko'plab adam ishsiz qolgan vaqtda bu iqtisodning rasmiy chekinib, krizga aylanishini keltirib chiqardi degan gap. Shunga men bu depression bilan recession deganning farqini shunday tushundim. Ya'ni iqtisodiy bo'hron deganimizda xuddi yomon sifatli o'pganligi desak, to'xtamay yo'talaydi, to'xtamay azob chekadi. Bu iqtisodning chekinishini biz qisqa muddatlik yo'tal, uni limon ichib, asal qo'ygan choy bilan ichib tanshash orqali yoki milliy tabobatning dorisi bilan so'g'uq issiqlik qilib uni saqaytib oladi. Shunga recession degan hozirgi ahvol Amerikaning iqtisodida qo'rqab ketgidek ish emas. Ammo hamma ishning ehtimolligi va ehtimollik deganimiz mutlaq bo'ladigan yuz beradigan ishlarning ehtimolligi bir mutlaq yuz bermaydigan ishning, ya'ni u muqarrarlik bo'ladi, u yuz bermaydigan ishlar 0. Masalan, quyosh g'arbdan chiqmaydi. Quyoshning g'arbdan chiqishining ehtimoli 0 degan gap. Shunga o'xshash bu iqtisodiy krizisninki, iqtisodiy chekinishninki yomon sifatga aylanib, iqtisodiy kriz va iqtisodiy bo'hronga aylanishning ehtimolligi bormi yo'qmi desa, hozir uni biz bilmaymiz. Nimishqa bo'layotgan ishlar bu noqul hozir iqtisodiy faoliyat masalasi emas. Bu noqul sağlamlık kriz meselesi emas. Bu nurg'un yerga yurib taqiladi. Hozir siyosat, xalqaro dunyoviy siyosatga yurib taqishadi. Hozir o'zlarini fuqsizlar mana Amerika boshliq g'arb allari Rossiya, Xitoy, Eronlarni qo'pab, ularning autokratik, ya'ni hokim mutlaq davlatlar deb, o'zlarini demokratik davlatlar deb, bundan keyingi dunyoning tartibini biz mavjud dunyoning tartibini qo'g'daymiz, ikkinchi dunyo urushdan keyin barliq kelgani deydi. Hokim mutlaq davlatlar qo'pab, sening u dunyo tartibing oqmaydi. Bizningki, yani odamlarningki shu erkinligini bo'g'ish orqali hukumatning gapini anglaydigan, xususlarning erkinligini bo'g'ish orqali davlatni kuchli qiladigan bizning modelimiz yaxshi mushi yengidi deydi. Demak, bu dunyoviy tartibning o'rtasidagi o'zaro to'qinishmi bizga qanday natijalarni olib keldi deydigan bir masala bor. Andan keyin bu vabo covidninki omikron chiqqanda undan keyin hozir BA5 deydigani chiqibdi. Hozir Xitoyda yana qaytadan ba'zi shahar va o'lkalar taqalg'il turibdi. Bu Xitoy dunyoning zavodi deb atalgan bu ta'minlash zanjiriga nisbatan yana bir zarba beryotdi. Ya'ni yer sharilishib ketgan iqtisodda. Yani bu şundaq ahval astida oldimizdagi oylarda zodi bu iqtisodiy chekinish ertalab qanday olib ketdi deydigan masala belgili olmaydi. Amerikaning emgak va kam deganda Amerikaning emgak bozori yaxshi, kishilar yana pul qajlayapti. Men shunga qarab Amerikaning iqtisodida chekinish yuz berdi demoqchi. Endi kishilar qaqshayapti. Ay bu gazning bahasi ishib ketdi, o yemak-ichmakning bahasi ishib ketdi. Ammo lekin qaqshab qo'ygan bilan lampu ochiqqan deb turib, yavaganga o'xshash pul yana chiqib pulni qajlayapti. Yani ish qilman, ish tepilyapti degan gap. Shunga butun dunyo iqtisodining, dunyodagi davlatlarning ichida iqtisodi eng yaxshi davlat ya'ni Amerika degan gap. Endi agar iqtisodiy chekinish yuz berib qolsa, iqtisodiy chekinish bo'lib, ahvol yomonlashib ketib qolsa, bu masalan bir necha faslga aylanib ketib qolsa, undan keyin paydo bo'lgan ishlar nima desa, shirkatlar, idora jamiyatlar adam qisqartirilib turdi, ishsizlik nisbini oshirib o'tib qolgan gap.
pul pahalılık az to'la tizgilanadi degan gap o chaqda. Anandan keyin 2008-yildagi uy mulk krizisininki shu chaqda yuz bergan ma'lum ahvollarni yuz bermaydi degan bo'lmaydi. U chaqda Markaziy bankka o chaqda o'simni kesadigan ish qiladi. Shunga hozir uy olaman degan odamlar uy mulk bozoriga diqqat qilib qo'yildi. Sabab uylarning bahosi bak eshib ketmaydi. O'sim nisbati yuqoriroq bo'lgani bilan muvaffaq payt bo'lib qolsa, azroq eshinchi pul bo'lsa, uy olib qo'ygan vaqtda o sizga bir xil sizning mulkingizni orttirib, mangadi bir yilning o'tishiga ergashib, anan ma'lum mazgildan keyin o'simni yana kesadi. O'sim kesgan vaqtda refinance deydi. Qaytadan qarz oladigan 6% da olgan o'simni shu chaqda 4%, 3% ga tushib tangishkali bo'ladi. Shundaq qiyg'il bo'ldi. Shunga qarindoshlarning flexible deb qo'yamiz. Muayyan elastiklikka ega bo'lgan holda tadbir belgilashini tashabbus qilamiz. Anadan sirt yana shundaq ahvollarda iqtisodshunaslar, mablag' boshqaruvchilar kishilarga nima deb maslahat berdi degan vaqtda, birinchisi chiqimingizni azayting. Masalan, turmushda biz turmushimizda zarur bo'lgan moddiy ashyolar bor. Yemak, ichmak, kiyim-kechak. Buni olmasak bo'lmaydi. Shundaqmi? Och yugil bo'lmaydi, yalang'och yugil bo'lmaydi, talada uxlab bo'lmaydi. Shundaqmi? Andan bir qism bir tovarlar va qimmat baholiq tovarlar. Qimmat baholiq mashinalar, qimmat baholiq soatlar, so'mkalar degandek. Ularni olmasak bo'ladi degan gap. Demak, pul bayliq boshqaruvchilar qanday maslahat berdi? Mana bu shundaq noaniqsizlik, iqtisodiy faoliyatlar noaniqsizlik cho'kkan vaqtda o'zingizning iste'molini tarayting deydi. Warren Buffettning gapi va agar hojati bo'lmagan narsani olsang, keyin o'zingga hojati bor narsani setib o'tib, ananikin turmushingni qamdaydi olg'i tushib qolasan deydi. Shunga qamchotingizni qisqarting deydi. Ikkinchisi omonat pulingizni ko'paytiring deydi. Uchinchisi yana nima deydi? Qo'diqmanglar. Bak qo'diqib ketishga bo'lmaydi deydi. Chunki Warren Buffettga o'xshash bir odam chiqiblam paychiga bozor 50% tushib ketdi desa, nurg'un odam shuni ishoniblam, paylarni setib tushib ketdigan o'xshaydi deb ziyon tortib setadigan ahvol bo'ldi. Men sotmadim. Men sotmadim. Hozir tushib ketish bitlay qog'oz yuzga tushib ketish. Anandan keyin ba'zilar yana nima deydi desa, shunda chaqda hozir Warren Buffettning o'zining gapi va kishilar qo'rqqan vaqtda ochko'zi bo'l deydi. Ochko'zi bo'lgan chaqda qo'rq deydi. Bultuqi 2-3 oylar chaqlar kishilar ochko'zi bo'lib ketgan chaq, Dogecoin u buni ilib foyda oldik deb. Shu chaqda qo'rqish kerak, shundami? Qo'rqmadi. Ba'zilarni jiq ilib oldi, hozir ziyon. Ammo hozirgi chaqlar nima desa, hozirgi chaqlar odamlar ochko'z bo'lgan chaq kelib qolgandek, ya'ni bir narsa xillam tushdi. Ap qo'ysa, ma'lum o'shiq pul bo'lsa, ap qo'ysildi deb. Hamda ba'zi mablag' analizchilar nima tashabbus qildi desa, yakka payni olmay ko'rsatkich paylarini olib qo'ygan yaxshi deb. Ko'rsatkich paylar deganimizda nurg'un sanoatning, har xil shirkatlarning paylarini tarkib etgan ko'rsatkich paylari. Mashina olib qo'ygan yaxshi, uzun yil tutgan yaxshi deb. John Boggles deydigan bir danliq bir odam bor. Bu to'g'risi ayrim bir so'zlab berma. Shu odamning odatda mana ko'rsatkich paylarga mablag' solishning uzun muddatni ilib aytgan vaqtda shu paycheki bozorida peyselingan ommaviy shirkatlarning paylaridan tarkib topgan ko'rsatkich paylarini ilib uzun mazgil tutgan vaqtda odam boy bo'ladi deydigan qarashni turib qo'ygan. Bu haqda qiziq sanlarni keyin so'zlab bersam bo'ldi. Xo'sh, xulosa kalam xuddi yalqin gulxon yeniyotgan vaqtda uni yana bak o'tirib olsak bizni ko'ydirib tashlashi mumkin, shunaqmi? Ondan sal jaraqlab baddan ziyod o'tni kontrol qilolmaganda ko'p qolsak, suv sepmizmi? Agar suvni bak chiqib sepmasak, o't o'chib qoladi. Muvaffaq doirada suvni sepsak, bu o't odamga xatar yo'q, ammo odamga rohat keladi. Shunga o'xshash hozir hamda Amerikaning iqtisodida pul paxalligi mana 9.11% ga chiqdi. O'tgan yil 6-oy, o'tgan haftada e'lon qilindi. Bir yilning ichida 9.11%, pul paxalligi 9.11% bo'ldi. Kishilarning maoshining o'sishi o'ttir hisob bilan 5.11% bo'libdi. Demak, yana o'ttir hisob bilan pul paxalligi 4% degan gapda. Shunga mushundaq ahvol ostida Markaziy bankka pul paxalligini kontrol qilish uchun yana o'simni o'stirdi degan gap. Xuddi gulxonga suvni muvofiq qo'ysa, o gulxon kishiga orombaxsh shakldagi rayish bir gulxon bo'ladi. Agar buni
iqtisodiy tilda soft landing deydi, yumshoq qo'nish degan gap. Ya'ni pul paxılını kontrol qilgan, iqtisodningki chekinishini keltirib chiqarmagan. Agar hard landing deb qo'ydi, qattiq qo'nish deb. Bu nima desa, vayron qilib tashlaydi. Ya'ni suvni jiq sepib qolsa, o'simlik o'stirib yetib qolsa, o chaqda gulxan o'chib qoladigan gap. O'chib qolganiga rahatsizlik boshlanadigan gap. Tutun, so'g'uq degan o'xshashku. Andan kayfiyat mushularga ta'sir ko'rsatgan gap. Shunga qarindoshlar bu haqda bo'shunchilik bir anglab qo'yganlarni yaxshi deb qaraganligim uchun boshni so'zildim. Rahmat sizlarga.